Assalomu alaykum, hurmatli Samoptim chorva minashlari, tinchmisizlar, omonmisizlar? Bu kaman ko'rmay qoldi aytgandirsizlar. Mana bugun Samoptim chorvani primoy o'zidan sizlarga ona bola qo'ylar, bo'g'oz qo'ylardan ko'rsatib o'tamiz. Qo'ylarimizni ikki bo'lib video qilayotgan bo'ldim. Yana yarmini 1 soat 2 soatda qo'yamiz. Hozir bu qo'ylarimiz tayyor, yelini to'ldirgan bo'g'oz qo'ylar, tuqqan qo'ylar. Qo'ylarimiz narxiga keladigan bo'lsak, qo'ylar narxini aytib o'tishimdan oldin bitta obuna tugmasini bosing, orqasidan laykni qizartiring, afsuslanmaysiz. Chunki bunaqa arzon narxdagi qo'ylar yana qo'yilganda o'tkazib yubormaysiz. Qo'ylarni narxiga keladigan bo'lsak, narxlarni sindiramiz. Narxlari, boshlanish narxi bo'g'oz qo'ylarimiz 4 million so'mdan boshlanadi. To'g'ri eshitdingiz. Bo'g'oz qo'ylarning narxi 4 milliondan boshlanadi. 4,5, 5, 5,5, 6 milliongacha ketadi bu yog'i. Ona bola qo'ylari keladigan bo'lsak, ona bola qo'ylarimiz 4 million 500. To'g'ri, 4 million 500. To'g'ri eshitdingiz. 4 million 500 dan boshlanadi. Bunaqa narxlar yo'q. 4 million 500 dan boshlanadi. 5 million, 5,5, 6 million, 6,5 million bu yog'i ketadi. Qo'ylarimiz soni cheklanmagan. Hali yana video chiqaraman. Kimga qiziq bo'lsa, pastda nomerimni qoldiraman. O'ylashlaringiz mumkin, bu bolaga prosmotr, like yoki podpiska kerak, shuning uchun aktiv ko'tarish uchun qo'ylar narxini arzon aytyapti. Yo'q, hammasi rost. Bemalol aloqaga chiqib, kelib, ko'rib, ma'qul kelganini olishlaringiz mumkin. Samoptim chorva doimo xizmatda. Sog' omon bo'lasizlar.